Yo'l sohasida ish faoliyatini boshlaganimga 24 yil bo'ldi. Va 30 yoshga to'lgan bo'lsam, bu tashkilotdan boshqa tashkilotga kirib ishlamaganman. Onam ishlagan, onamdan oldin dadam ishlagan, shularga qiziqib bu sohani tanlaganman. Dadam 40 yildan oshiq ishlagan. Bitta joyda. Bahorda ham yog'ingarchilik bor, baribir ishlaydi, farqi yo'q. Har kuni erta soat 8 dan 5 gacha yo'lda xizmat qilamiz. Shu sohadan mana 3 ta qizimni uzatdim, Allohga shukr. O'g'limni uylantirdim. Xudoga shukr, faqat yo'lda yuramiz, mehnat qilamiz. Keksa yo'lchi aka deb chaqirishadi. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi ham, qarimaydi ham. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Toshkent davlat yuridik institutiga o'qishga kirishga tayyorlanayotgan paytimda mening xayolimda o'sha faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ishga kiraman degan bir niyat bor edi. Faqat shu narsa uchun tayyorgarlik ko'rganman. Prokuratura, sud shunaqa formali lavozimlarda niyat qilib kirganman. Taqdir taqozosi yo'lchilarga, avtomobillar qo'mitasi tarkibidagi tashkilotlarga yurist bo'lish nasib qildi. Dastlab ishga kirgan paytimda yo'lchilar to'g'risida, umuman yo'l sohasida ishlaydigan odamlar to'g'risida fikrlarim tamomila boshqacha edi. Chunki xalq orasida yo'llarimiz yaxshi ta'mirlanmagan, yo'llarimiz hamma joyda ta'mirtalab yo'llar ko'p degan yo'lchilarga nisbatan e'tirozlar orasida biz katta bo'lganmiz. Shu sababli yo'lchilarga nisbatan fikrlarim boshqacha edi. O'zim shu yo'lchilar orasiga ishga kirganimdan keyin ular orasida bo'lib, ularda o'sha loyihalarni qanday amalga oshirayotganligi, qurilishlarni qanday amalga oshirayotganligini ko'rganimdan keyin yo'lchilarda xizmati tamomila beqiyos ekanligini tushundim. Savobli mehnat, zahmat chekiladigan mehnat ekanligini tushundim. Va yo'lchilar haqida tamomila fikrlarim o'zgardi. Hozirgi kunda masalan yo'lchilarga nisbatan kimdir qaysidir jamoatchilik tomonidan tosh otiladigan bo'lsa, qalqon bo'lib himoya qilishga harakat qilaman, chunki bu ishning zahmatini o'zim ichida turib his qilib ko'rganman. Aynan men loyiha institutlarida ishlaganligim sababli loyiha institutlarim tomonidan loyihalangan obyektlarga, Toshkent viloyatidagi obyektlar, Toshkent shahardagi obyektlar qurilish yakunlangandan keyin bir faxr tuyg'usi bilan borib, ana shuni mening ishxonam qilgan, mening ishxonam loyihalagan degan bir maqtanish gaplarini ham gapiramiz. Faoliyatim asosan sud bilan bog'liq bo'lganligi uchun sudlarda birinchi navbatda o'sha loyiha ishlari yaxshi amalga oshirilmagan, qurilishlar yaxshi amalga oshirilmagan, buning natijasida mana shu kamchiliklar yuzaga keldi degan e'tirozlar mavjud bo'ladi. Men dastlab o'sha faoliyatimni boshlagan vaqtlarimda, yillarimda rostdan loyiha ishlarida kamchilik bor ekanda degan fikr bo'lgan. Keyinchalik yillar davomida ishlab kelyapman, loyiha ishlaridagi kamchiliklar emas, bunga boshqa bir sabablar juda ham ko'p ekanligini, o'sha yo'llarda o'nqir-cho'nqir bo'lishiga, yuqori yuklamali yuk avtotransport vositalari sabab bo'lishini yoki boshqa bir sabablar bo'lishini o'rgandim. Bu sabablarni bilganimdan keyin o'sha sudlardami, ijtimoiy tarmoqlarda endi negativlarga rasmiy munosabat bildiradigan mas'ullar bor. Ularga endi biz kamroq aralashishga harakat qilamiz. O'zimizga bo'lgan masalan yuridik yoki jismoniy shaxslardan bo'ladigan murojaatlarda aynan shunaqa yo'lchilarga nisbatan bo'layotgan negativ yoki e'tirozlar bilan bo'lgan murojaatlarda biz asoslantirilgan tarzda qonunan himoya qilib javob berishga harakat qilamiz. Yo'lchilar sohasiga kirganimga 12 yil bo'lgan bo'lsa, 500 lab sudlarda ishtirok etdim deya olaman. 90-95% sudlarda yutib chiqqanman. E'tirozlarni bir tanqid sifatida qabul qiladigan bo'lsak, o'sha tanqidlar yaxshi bo'lsa amalga oshiramiz. Agar noto'g'ri tanqid yoki noto'g'ri e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, uni tegishli tarzda o'sha noto'g'ri ekanligini asoslantirib beramiz. E'tirozlar har qanday ishda bo'ladi, tanqidlar. Men faoliyat yuritib kelayotgan korxonalarga nisbatan da'vo arizalari bilan yoki bo'lmasam boshqacha bir murojaatlar bilan murojaat qilinganda men qarshi da'vo bilan sudga murojaat qilib, yutib chiqayotgan holatlarim juda ham ko'p. Tuhmatga javob berish kerak. Endi 100% desam noto'g'ri bo'ladi. 100%lik ish bo'lmaydi hech qachon. U asosan 99% men natijaga erishib kelyapman. Tuhmat qilganlar asoslantirilgan javobni olgandan keyin uyalib qolishadi. Yo'lchilar orasida
deyarli hamma hamkasblarimni men o'sha sudlarda meni qurollantirib berishadi asosan. Men kasbim loyihachi yoki kasbim yo'lchilik bo'lmaganligi sababli men o'sha loyihani ichini yoki bo'lmasa ishning ichkari qismini bilmasligim mumkin. Hamma hamkasblarim o'sha obyektni loyihalashtirgan loyiha bosh muhandisidan tortib rahbarimizgacha hammasi meni qurollantirib berishadi. Bu bitta mening mehnatim emas. Ular meni qurollantirib bera olmasa, men borib sudda o'shani asos qilib yutib kela olmayman. U hamma hamkasblarimdan nimadir o'rganaman, kattasidan ham kichigidan ham. Ishga kelishga shoshaman. Ishda imkoniyati boricha o'sha kunlik yuklamalarimni to'liq yakunlab ketishga harakat qilaman. Chala tashlab ketmayman. Ishimni yaxshi ko'raman, kasbimni yaxshi ko'raman. Men xushnos bo'lmaganda to'g'ridan-to'g'ri yo'lchi bo'la qol deyman bolamga. Bu kasbda qanaqa bir shunday hurmatim baland. Yillar davomida kasbda qanaqa bir qiyinchilik, haqiqiy bir savobli kasb ekanligini tushundim. Shuning uchun agar meni farzandlarim yoki o'g'lim yoki qizim xushnos emas, yo'lchi bo'laman desa, aytaman, yo'lchi bo'lgin. Haqiqiy o'zingdek kasbingda ustasi bo'lgin. O'z faoliyat ko'rsatgan korxonalarimda o'zini hurmatiga ega bo'lgan, ardoqli, e'zozdagi ayollardan biriman. Alohida ehtirom ko'rsatishadi. Bayramlarda, nafaqat 8-mart yoki boshqa ayollar bayramlarida, har bitta bayramlarda ayollarga nisbatan alohida, masalan, ertaroq ketish imkoniyatlarini berishadi. Qonunchilikda nazarda tutilmagan imtiyozlarni qo'llab berishadi barcha ayollarimizga. Barcha bayramlarda alohida e'tibor bilan yoki bo'lmasa esdalik sovg'alari bilan ayollarimizni alohida hurmatlashadi. Ayol kishi faqat ayol bo'lgani o'zi yetarli. Men o'ylayman, qandaydir xislatlarga ega bo'lish shart emas. Har bir ayolda o'zini o'zligi bor. Ayol kishi baxtni o'zi yaratadi. Joyi kelganda sabr bilan, joyi kelganda kuch bilan, joyi kelganda matonat bilan, boshqacha bir fazilatlari bilan ayol kishi baxtni o'zi yaratadi. Barcha ayollar, butun o'sha dunyodagi jamiki ayollar, o'zbek ayollari hammasi baxtli bo'lsin, sog'lom bo'lsin, sog' bo'lsin. Ayol kishi sog'lom bo'lsa, farzandlariga, oilasiga, ishiga o'sha sog'lomligi bilan, baxtliligi bilan bir nur olib kira oladi. Hamma ayollarga shu narsani tilayman.